Vatandaşlar Rossiya shahriga ketmoqchi bo'lsangiz, Musofir shahriga ketmoqchi bo'lsangiz, manzillarimizni aytib o'taman. Toshkent Abu Sahiy avtovokzalidan shunaqa zamonaviy oq bayroqlarimiz, turpoqlarimiz qatnovlari bo'lib o'tmoqda. 2,5 sutka, 3 sutka yo'l yurib bu avtobuslarimiz Rossiya davlatiga kirib boradi. Qaysi shaharga ketmoqchisiz? Narxi necha pul? Qaysi kunda yuradi? Qaysi soatda yuradi? Ma'lumot olish uchun 93lik 258 80 80 nomerlarini qoldirib qo'yganmiz. Farzandi bor, yosh katta onaxon, otaxonlarimiz kelsa, marhamat, oldin qatordan bez o'chirish joylarimiz VIP joylarimizga joylab qo'yamiz inshaalloh. 93lik 258 80 80 nomerlari 24/7 xizmatingizda. Aloqa chiqib tusha olmayotgan bo'lsangiz, Telegram, WhatsApplarimiz 24/7 onlayn tarzda turadi. Yozib, pasportingizni tashab, bir kun oldin onlayn tarzda mestangizni bron qilib qo'ying. Har bitta odamimizga 50 kilogacha, 60 kilogacha yuklarimiz положено. Moskva, Kazan, Krasnodar, Ufa, Perm, Yekaterinburg, Chelyabinsk shaharlariga to'g'ridan to'g'ri reyslarimiz Abu Sahiy avtovokzalidan bo'lib o'tadi. Sog' bo'ling.